Barchaga assalomu alaykum, hurmatli haydorlar azizlar. Anatomitskiy yastalarimiz keldi. Upakovkalari ham mana korobочный holatda bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Sifati juda ham zo'r. Xolasizlar bunaqa bandaylar bor. Bo'yin uchun maxsus yostiqlarimiz ham bor azizlar. Ochib ko'rsatib beramiz. 3 xil modeli bor. Bu mana bo'yin modelimiz, bo'yin uchun yostiqlarimiz. Ko'ryapsizlar? Narxi 70 ming so'mdan. Mana bu birinchi model. Azizlar ko'ryapsizlar, mana shunaqa zamoga bo'ladi. Buni o'zini ishlatiraverasizlar. Bunga nalchka tiqish shart emas. Mana bu o'z nalchkasi bo'ladi, zamoga bo'ladi. Chiqarib bemalol yuvib ishlatsanglar bo'ladi. Bu birinchi model. Mana ikkinchi modeli azizlar. Ko'ryapsizlar? Bu esa uchinchi modeli. Mana. Hammasi mana shunaqa zamochkali bo'ladi. Zamogini ochib, bemalol nalchkasini yuvsanglar bo'laveradi. Mana. Chiqarasizlar, yuvasizlar. Xudo xolasa uzoq yillik xizmatlarni qilib beradi. Kimga kerak bo'lsa do'konimizga kelib bemalol hayd qilsalar bo'ladi. Bu katta razmerdagilar, mana shu uchala razmerimizni hammasi $10,5 dan qilib beramiz. So'mga 130 ming so'm chiqadi.